Ma'lumotimiz Toshkent shahrining ko'rki bo'lgan Toshkent Tower, ya'ni Toshkent teleminorasi haqida. O'zbekistondagi eng baland inshootlardan biri bo'lib, balandligi 375 metr. Hozirgi kunda esa u balandligi bo'yicha dunyoda 12-o'rinni egallab turibdi. U Markaziy Osiyodagi eng yirik telekommunikatsiya inshootlaridan biri hisoblanadi. Minoraning qurilishi 1978-yilda boshlangan. Qurilish jarayoni 7 yil davom etib, 1985-yil 15-yanvarda foydalanishga topshirildi. Minoraning konstruksiyasi zilzila bardosh qilib loyihalashtirilgan, chunki Toshkent seysmik faolligi yuqori bo'lgan hududda joylashgan. Poydevori mustahkam beton asosida qurilgan bo'lib, u yer ostiga taxminan 11 metr chuqurlikda joylashgan. Minora og'irligi taxminan 6000 tonna bo'lib, uning asosiy qismi po'latdan ishlangan. Teleminora 9 balli zilzilaga chidamli qilib qurilgan bo'lib, bu esa uning barqarorligini ta'minlaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna